Assalomu alaykum mani qadrli aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan homilalik jinsini aniqlaymiz. O'zi tug'ruqgacha homilani o'g'il deb mana qiz tuqqan mijozim men bitta ko'rsatdik. Shularda biz mana shu usulda ko'rganimizda homilasi qiz bola chiqqandi. Mana bu homilani o'zi 100% o'g'il bola deb bergan bu mijozimda mana rasmlari har bittasini mana shu joylashuvga qarab turib, ko'rinishiga qarab o'g'il bola deb bergan. Assalomu alaykum opa, homilam jinsini sizda hisoblatib chiqdim. O'zinglar tug'ilguncha o'g'il dedi, 10-noyabr kuni qizaloqli bo'ldim. Qizlarim 3 ta bo'ldi deyaptilar. Ko'ryapsizlarmi? Men bu joyda mana haqiqatan 100% o'g'il bola bo'lib ko'ringan. Menga rosa ko'pchilik yozadi, "O'zi adashadimi opa? Adashishi mumkinmi?" Mana bu WhatsAppga ham qaranglar. Men tepada hamma yozishman. Men 100% natijani qo'yaman. Men yolg'on narsani aralashtirmayman shunda. Bo't ko'ryapsizlar, mana o'g'ilcha tug'ildi, rasmini yubordilar. Mana yana yuborib yaqinda rahmat etib yozdilar-da, 18 haftalikda o'zi qiz degan edi. Siz 79% o'g'ilcha degandingiz. 13, 14, 12, 15 haftada ham qiz bola bo'lib ko'ringan polvonchamiz. Ko'ryapsizlarmi? O'zi tug'ruqgacha qiz deb turib oxirida o'g'il tug'ib qo'ygan nechta mijozni ko'rganman yoki teskarisi. Shuning uchun avvalo Alloh mana 1 minutda hozir homilalik jinsini chiqaramiz. Bunga nima kerak? Ota-ona, ikkalaringlarning yoshinglar, tug'ilgan oila kerak bo'ladi. Demak, birinchi bu hisob-kitob uchun bizga nima kerak? Otaning yoshi men chiqarib oldim 33 yosh. 2026-yilda otaning yoshi 33 yosh chiqyapti. 33 yosh. Onaning yoshi esa 2026-yilda 26 yosh chiqyapti. Yoshini oylarga qarab hisob-kitob olinadi. Yanvar oyida tug'ilganlar mana hozir aslida 32 yosh deb olishimiz kerak, lekin 33 ga o'tib ketadi. Chunki yanvar, fevral oylari shunaqa hisob-kitobli joylari bor. 33 yosh va 26 yosh. Otaning yoshini 4 ga bo'lamiz, onaning yoshini 3 ga bo'lamiz. Natijada chiqqan bizga qoldiq kerak. Otaning yoshini 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 8,1 chiqadi. Ya'ni 1 qoldiq qoladi. Qoldiqcha bor, ko'ryapsizlarmi? Onaning yoshi 26 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, demak bu joyda 8,24 bo'ladigan bo'lsa 2 qoladi. Ko'rib turibsizmi? 8,1, 8,2. Kimni qoldig'i kichik son bo'ladigan bo'lsa, o'shani jinsi baland keladi bu homila uchun. Kimni qoldig'i kichik bo'lsa, demak bu joyda otani qoldig'i kichik va homila jinsi o'g'il bola chiqadi, o'g'il bola kelyapti. Ko'ryapsizmi? Osongina, shunchaki otaning yoshini olasiz, 4 ga bo'lasiz. Onaning yoshini olasiz, 3 ga bo'lasiz va chiqayotgan qoldiqlarni solishtirib, homilaning jinsini chiqarib olasiz. Agarda mana shu o'zida adashgan mijozlarni men nechta usulda aniqlaganman, bilasizlarmi? O'zi qiz degan, men o'g'il deganman, nechta usulda. Men bu joyda 20 ta usulda aniqlayman. Otani tug'ilgan yili, kuni, oyi, onaniki, farzandlarning yillari, tug'ruqlar, abortlar soni, tug'ruq bo'lgan paytlar hamma ma'lumotlarni olib, o'zi qog'ozlari bo'lsa, ular ham bo'lmasa kerak emas, chunki bir haftadan boshlab aniqlasa bo'ladi. 20 dan ortiq umumiy hisobda men 80 ga yaqin usulda ishlayman, lekin sizlar uchun eng zo'r bo'lgan 10 talik va 20 talik jamlanmalarni men hozirgi paytda Telegram orqali o'tib ko'rsanglar, mega skidka qilib qo'yganman, juda katta skidka. Ya'ni sizlar borib 10 ta ginekologda aniqlatadigan narsalarni men arzimagan summa qilib qo'yganman. Skidka, juda katta skidka. 20 ta va 10 talik. Agar shu xizmat sizga kerak bo'lsa, Telegram orqali o'tib menga bog'lanishingiz mumkin. Bu faqatgina men murakkab hisob-kitob qolayman. Menga maksimal darajada ko'p usulda ko'ring opa. Men umid qilib kelyapman, ixlos qilib kelyapman degan mijozlar uchun. Hammalarni yaxshi ko'raman. Eson-omon kichkintoylarni bag'ringlarga sog'-salomat bosib olish har bittalarga nasib qilsin. Videoga like bosib, komment o'zingizni ma'lumotlaringizni, chiroyli niyatlaringizni yozib qoldiring. Sababi qanchalik kommentda yaxshi gaplar ko'p bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa usullardan yana ko'plab sizlar uchun bepul variantda videolar chiqarib boraman. Faqat oddiyroq usullarda. Murakkabi esa faqatgina meni o'zimda aniqlatib o'tgan mijozlar uchun.